Namozda zam surani boshlashda bismillohni aytish shart emasmi? Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'du. Azizlar, o'zi har qanday ahamiyatli ishni bismillah bilan boshlashlik payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridir. Rivoyatlarda Rasululloh alayhisolatu vassalomdan rivoyat qilingan hadislarda turli lafzlar bilan kelgan. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillahi. Ba'zi bir rivoyatlarda bi bismillahi fa huwa abtaru deb kelgan rivoyatlarda har qanday ahamiyatli ish, o'ta muhim ish agar Allohning ismi bilan yoki Allohga hamd aytish bilan boshlanmasa, u ishning orqasi kesikdir deyilgan. Ana shularning ichida eng muhim ishlardan biri namoz. Namoz Alloh subhanahu va taolo bandalarga farz qilgan ibodatlarning ichidagi eng ustuni, bu dinning demak asosi bo'lgan ibodat bo'ladi. Ana shu namozda sura-i Fotihani boshlashdan oldin Bismillahirrohmanirrohim deb boshlashlik Rasululloh alayhisolatu vassalomning sunnatlari bilan sobit bo'lgan. Bu borada Hanafiy mazhabida, ya'ni bizning Abu Hanifa, Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablarida demak sura-i Fotihani boshlashdan oldin Bismillahirrohmanirrohim deyiladi. Ammo Fotihani tugatib yangi zam sura uchun Bismillah deyish sunnat hisoblanmaydi. Boshqa mazhablardan, masalan, Maliki va Hanbali mazhablarida u suralardan oldin ham Bismillah deyishlikni ular sunnat deb aytgan bo'lsalar ham, Hanafiylar buni aytishmagan. Misol Fatavoyi Hindiyada mashhur Hanafiy mazhabining eng mo'tabar fatvo kitoblaridan Fatavoyi Hindiyada o'sha namozxon Fotiha bilan suraning orasida Bismillah aytmasligini aytib o'tilgan. Unda mabodo Bismillah deb qo'ysa makruh bo'lmasligini-yu, lekin afzal emasligini, imkoni boricha Bismillah demasligini bizning mazhabimizdagi hukmni aytib o'tilgan. Shuningdek, Ibn Abidin rahmatullohi alayhi ham o'zlarini Durrul Muxtorga yozilgan Raddul Muhtar degan sharhlarida, Hasfakiyni Durrul Muxtorlarga yozgan sharhlarida buni alohida Fotiha bilan surani orasida Bismillahni mutlaqo aytmaydi. Yashirin bo'lsa ham aytmaydi. Lekin makruh emas, ittifoqan va la tukrahu ittifoqan deganlar. Shunday ekan, biz alhamduni o'qib valaddallin amin deganimizdan keyin to'g'ri zam surani boshlab ketishimiz ayni sunnatga muvofiq bo'ladi. Inshaalloh mana shunisi to'g'ri bo'ladi. Vallohu a'lam bissavob.